darajani oshiramiz. Second degree polynomial. Now, x satisfies two conditions here. Evaluate this limit. Okay. Second degree polynomial degani endi bu yerda darajasi 2 bo'lgan ko'pxatlar qanaqa bo'ladi ko'rinishi? Yana p of x 2. Demak, px ning ko'rinishi mana bu ko'rinishda bo'ladi. Plusi yana o'sha gap. Bu holatda ham ishlashinglari mumkin, shunaqa ko'rinishda deb bu yerga qo'yib, lekin noma'lum yana ko'payib, tenglamalar ishlash qiyin bo'lib ketadi. Boshqa yo'l qilamiz. Qanday yo'l? Okay, mana bu limitga qaraydigan bo'lsak, bundan nimalarni olsak bo'ladi? Polynomials are always continuous, differentiable. Shuning uchun limitni o'zini qo'yib hisoblasanglar bo'ladi. Bu yerdan p3 1 ekanligi kelib chiqadi. Okay. Mana bu limitdan nimalarni hisoblasak bo'ladi? Qaranglar. 1 ni qo'yadigan bo'lsam 0 bo'lyapti. Demak, suratiga ham 1 ni qo'yganimda 0 bo'lishi kerak. Bundan kelib chiqdi. 1 ham 0 bo'lishi kerak. Okay. Ikkita informatsiya topdik. P1 0, P3 1. Kvadrat tenglama. Kvadrat tenglamas. Second degree polynomialni topishga yetarlimi? Yo'q, chunki 3 ta noma'lum bormi? Demak, 3 ta tenglama kerak. Okay. P1 bor. Endi mana bunda yana bitta informatsiya olsak bo'ladi. Qanday? Chunki 0 taqsim 0 bo'lyapti. Agar 0 taqsim 0 bo'lsa nima qilardik? L'Hopital qoidasini ishlatadigan bo'lsak, ikkalasidan ham hosil olamiz surat va mahrajdan. P ning hosilasi x va mahrajda 1. 1 ni qo'yadigan bo'lsak, P ning hosilasi 1 teng nechaga? Bu yerda 0 berilgan. P1 0. Agar hosilani yaxshi o'rgangan bo'lsanglar, bu yerda bitta informatsiyani olsak bo'ladi yana. P1 0, P ning hosilasi 0 degani bu grafikka qaraydigan bo'lsak, misol uchun mana bu yerga kichkinagina grafik chizaman. Grafikka qaraydigan bo'lsak, x1 bu yerda x1 0 bo'lyapti, to'g'rimi? Demak, parabola shu joyda va hosilasi 0 bo'lyapti o'sha joyda. Demak, parabola biz bilmadik qaysi tarafga qarashdan, parabola yo bu yoqqa farqi yo'q bizga, lekin urinayotganini bilamiz. Mana shu joyda x1 da urinma bo'lyapti. Chunki p1 0 va hosilasi 0 bo'lgani uchun. Urinma bo'lsa, buni ko'rinishini bilaman. Qanaqa bo'lardi? Uringanda bu yerda tenglamasi x min ko'rinishi x minus 1 kvadrat bo'ladi. Okay. Demak, pximiz k x minus 1 ni kvadrati ko'rinishda ekan. Okay. Mana tekshirib ham ko'rishimiz mumkin. P1 ga 1 ni qo'yadigan bo'lsak 0 bo'ladi. Hosil olib turib 1 ni qo'yadigan bo'lsak 0 bo'ladi. Okay, satisfied. Bu limitdan absolutely bo'ldi. Hammasini ishlatdik. Mana bu condition qoldi. P3 ga 1 ni qo'yamiz, k ni qiymatini topamiz shu yerdan. P3 k ko'paygan 4 teng 1 ga bu yerdan k teng 1 taqsim 4 chiqar ekan. Demak, pximiz 1 taqsim 4 x minus 1 ni kvadrati ko'rinishda ekan. Buni yana tekshirib ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerdan x3 ni qo'yib ko'raylik. x3 ni qo'yganimizda 2 ni kvadrati 4 qisqarib 1 bo'lyapti. Va bu p1 0 bular automatically satisfied. Okay. Va oxirida nima so'ralgan? Limit x minus 5 ga intilganda bu p minus 5 degani, chunki polynomial doim continuous qiymatini bemalol qo'ysanglar bo'ladi. Chap o'ng limit qilish shart emas ularda. Okay. P negative 5 ni hisoblaymiz. Taqsim 4 minus 6 ni kvadrati 36 bo'lingan 4, demak 9 bo'ladi.